Akalar hammaga assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi cho'tam? Короче, обновление bo'lmadim, bilmadim to'g'risini aytsam. Bir обновлениеga ham o'xshamaydi. Razrabochilar har doimgidek kichib yuborishdi. Qo'ling singullar. Короче, jabr normalniy narsa yo'q, ya'ni tuzuq quruq bir обновление yo'qda. Quest yo'q masalan. Men kirdim. Уже o'ynashga ham uspet qildim. Mana bor ekan, buni o'ynab ham qo'ydim. Shu prosta oddiy nima, itdagi shu mashla ochiladi shekilli. Boshqa hech narsa yo'q. Keyin mana bu tayenственный выпуск degan kambag'allar uchun bo'lgan ruletka deb qo'yamiz. Box. Kambag'allar box. Beta lekin normal resurslar bor ekan. Tем более 40 marta ochsa bo'lar ekan. Men 1 marta ochib ko'rdim. 114-kartaga tushdi. Bu salpan normalniga o'xshaydi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Boshqa вообще hech narsa yo'q. Xroniki shular. Kimikida. U maytda ham oladi ham 100 martadan ochsa bo'lar ekan. Bu yerda ko'ryapsizlar. Normal narsalar bor ekan bu yerda. Mana shular normal ekan lekin. Endi unga jetonimiz yetsa-da, jeton ham yetmaydi. Bo'ldi. Quest yo'q. Boshqa yo'q. Ligaga keladigan bo'lsak, liga so'raganlar akalar. Ligadagi akalar. Mana shu hafta tekshiraman. Bir haftadan ichida o'ynamaganlar polni chopib tashlayman akalar. Chunki juda ko'pchilik so'rayapti, o'ynamaganlar вообще ko'p. Shuni videoda o'zim chiqarib olmoqchi edim, videoda aytib qo'y dedim. Shu. Tak. Yana nima? Bo'ldi shu. Boshqa hech narsa yo'q. Kecha 5-6 raftim bordi, ochganman. Hech narsa tushgani yo'q. Bugun ham 16 ta bo'ldi hozir. Shuni endi ochamiz sekin, bismillah deb. Обновление qilmay qo'lingizga ko'r tovarlar. Hech narsa yo'q-da, akalar ko'rmaysizlarmi? 20 tani bekor nariyoqqa tiqib boribman, monga tiqish kerak edi-da. Gol tushib qolishi mumkin. 4 kun qolibdi, 16 ta. Men tak 16 ta bor, 40 ta anaqagacha. Ko'ramiz hozir. Shu 6 tani bittalar ochib turib, keyin 40 tani 10 turib boramiz. Ajon emas. Gol tushib bo'lsa. Mana bismillah. Bittada tushadigan emas. Walkout ham tushmayapti oxirgi payt bor-ku. Kim olishni ham bilmayapman to'g'risi akalar. Rostdan. Kim olishni ham bilmayapman. Oho. Davay endi mashinasida bitta. Endi oltin yonishlar bilan mana senga oltin yonishdi. Braziliya. Vratar Alisonmi? Alison. Ha, Ederson. Esimdan ham chiqib qolibdi Ederson borligi. Ederson. Alison anaqa kelgan, full oda kelgan. Shuni 10 turib yuborsam, 10 urib yuborsam, Charlton tushib qolsa. Qani bismillah akalar, ajon emas, gol tushib qolsa. Davay, Guli. Guli, o yondi, bilgandim. Guli davay, Niderlandiya. Onasini ham sen Kamerunmidi, nimamidi? Sar. Kamerun emas, nima edi? Mana edi nimasi? Esimdan chiqib qoldi akalar. Esimdan chiqib qoldi, yo to'g'ri aytdimmi? Kamerunmidi? Oneni. Senegal, bu Kamerun emas, Senegal. Uzr. Boshim yuraman buni. Menga tiqsa bo'ladimi yo? Menga mana qoldi 3 kelgan. 18 bor, 19 yo'q-da bunga tiqadigan. Nechta 17 kerak? Bitta 17, bitta 18, bitta 19 topsam bo'lar ekan. Arzon ekan lekin. Ondachi. Bitta. Kimni tiqib borsam bo'ladi? Kimni tiqib borsa bo'ladi? O'zi 3 ta o'yinchim bor ekan tiqib boradi. 2 ta ekan. 2 ta o'yinchim bor ekan. Ikkalasi ham kerak eng qizig'i. Bo'ldi, короче akalar. Qadigan o'yinchi ham yo'q ekan. Men giramiz. Tak. Nechta bo'lib qopti hozir? Ko'raylikchi. Chik. Yana 51 mingta. Yana bitta Saboslay bor.
52 mingta. Yana bitta sabaslar bor. 55 mingta. 60 mingta bor akalar. 60 mingta. Ha yo'q, mana shu ekan, bo'ldi, shu ekan. Adashdim. 50 получается 57 mingta bor ekan. 57 mingga kim olishni ham bilmaysan. Normalniy o'yinchilar 60 ming bo'lib yotibdi. Короче, bitikda o'yinchilarni nima qilib beraman, obzor qilib beraman akalar. Hozir topoviy защитниlardan bittasi akalar. Sizlarga ko'rsatib beray. Topoviy защитниlardan. Kecha qarshi o'ynadim. Rostdan o'ta zo'r chiqibdi akalar. Hamma maqtayapti. Men ham maqtayman. Ikkita pozitsiyada o'ynar ekan, LVda ham, LZda ham va sentrda ham. Van de Ven. Buni olinglar akalar, вообще cho'tki zashti keraklarga. Qolgan kartikalarni nima qilmayman, ko'rsatib yurmayman. Buni ertaga video qilamiz. Отдельно, уже kartalar ko'payib ketdi. Shunda kim olamiz, kim olmaymiz chiqaramiz. Hozir men o'zimning sostavimga bitta o'yinchi olishim kerak. Shuni bilmay turibman, kim olsam ekan. Kimi olsam ekan. 20 o'yinchi olgim kelyapti. 20 lik. 20 lik. Arzonrog'i to'ti kerak emas menga. Nasıl Yeniker kerak emas. Molaga yetmaydi. Rivilinho. Buni anaqalar yoqmayapti. Bu yo'lda olayman 20-chi. Bu yo'l. Lekin yaxshi o'ynab beradi ekan, olsam shuning uchun. Carlos Puyol. Oldin yoqmardi, hozir mana yangi nimalar bilan zo'r o'lyapti. Playstyle'lar bilan. Shuning uchun hayronman. Raykert olayman. Raykert, lekin 3 ta pozitsiyada o'ynab berar ekan akalar. SP, CZ, yenoti ham bor. Yaxshilar-yu. Bilmayman. Gulitdan ko'ra shuni olsammikin? Gulit sal men xohlagandaqa chiqmadi. Buni lekin chiqdi. Shuni bosib o'rayman akalar, nima demadinglar? Shuni bosib o'rayman. Kafuga ham yetmaydi. Kafuga ham yetmaydi. 19-chi buni olsam bo'ladi. Olgim kelmayapti. Men 20-chilarda olgim kelyapti. Ya onasini ham shuni olaychi. 3 ta pozitsiyam yopadi, nima bo'lsa ham. Mana nimasi yenoti ham bor ekan. Shuni olamiz akalar. Nima bo'lsa bo'ldi. Men ham sabr toqatim to'ldi. Deb endi kim olishni bilmasdan, yangrab yuravermasdan bosib o'raylik. Onasini ham borini o'ynatish kerak. Tak, перенос тренировка qilamiz. Kamta bichga. Nima monga o'tkazib qo'yamiz. Ketdi. Tak. Bunikini ham перенос тренировка qilamiz. Xabi Alonsoga o'tkazib qo'yamiz. Akalar hozir qaysi o'yinchilar kelishini ko'rsatdim. Xabi keladi yaqinda. Zo'r o'yinchilar, rostdan zo'r o'yinchi. Bitta minusi bor. Hozirgi nimani Raykertda bitta minusi bor akalar. Nima minusi desanglar, qaranglar. Buni kiramiz. 4 yulduzlik finti. Ya'ni Gulitda masalan perustup qila olasizlarda, lekin Raykert bilan Declan Rice mana shunaqa 3 yulduzlilar. Ular faqat ali fint Zidane 360 fint qila oladi, bo'ldi. Mayli, endi shunaqa bo'lsa ham olamiz. Kamchiligi hamma o'yinchilarda bo'ladi. Slishkam qimmat o'yinchilardan ko'ra buni olganim yaxshi. 10 ming arzonda nima bo'lsa ham qaranglar, 10 mingdan ham ko'p. Tak, 8 ming, 6 ming. 14 ming arzon ekan. Shuni olamiz akalar. Короче, hozir qani slivat qilib o'raydi. Polni ketdi. Chek. 11 ming. Yetmaydi baribir. Nima yetadi? Otelash borigacha urib beraychi, отпустить, подтвердить. Qani 52 ming nechta deydi u?
Necha pul edi? 54 mingmidi? Kim 54 ming? Biling, yana shoshilib qo'yyapman-da. Onasini hepsi kerak emas menga. Kerak emas menga, tiqib yuraveraman. Bir anaqalar ham chiqmadi to'g'risini aytsam. Pulga bo'lsa ham draft olmoqchi edim. Yo'q, bir normal anaqa. Ketdi mana. Bismillah. Voy, walkout deb qo'yamiz. Niderlandi. Akalar, kuchli o'yin tushyapti. Kumir. Voy, bilat deb paslar. Emotsiya qilib. Emotsiya ham bo'lmaydi anasini hepsi. Ziver bo'ldi, ziver bo'ldi. O'ta go'zal bo'ldi. Nimaga tashab qo'yaman, raker tushib qoldi deb o'xshatib. Ligaga. Ligaga tashab qo'yaman. Для прикол. Так. Raker janoblari. Unga trenirovkani beramiz hozir. Trenirovka. Trenirovочка. Ko'p ketib qolyapti mana shunday. Tak. Endi bundan перенос qilib qo'yamiz. Tak. Перенос тренировки. Hozir hammasi kirib ketardi. Agar nima qilmaganimda. Bosganimda. Endi bunda ham qoldi 23 ta, bu ham to'ldi. Endi buni prokachga beramiz. Повышение ранга. 8000 ta bo'lib qoldi yana. 1. Gulitda endi bu akalar, Gulit o'rniga Gulit. O'zi Gulit olaman deb orzu qildim, lekin Gulitni menga playstylelari yoqmadi. Yana keyin o'zi menga sapnik kerak edi. Mayli, sapnik keyin olaveramiz. Sapnik seplab turamiz. Bunga ashtrafnoy box to box deb beradi. Rezultativnostni beramiz. Pastni beramiz. Yo'q, bo'lmaydi. Qanday qilsamkin? Dribling, pas, защита. Rezultativnost bunga menimcha kerak emas u. Fispodgotovkasi itak yaxshi. Bo'lmash normal menimcha. Tak. Bitta minusi bor bu kartani. Yana bitta minusi bor. Ikkita minusi bor ekan. Birinchisi 3 ta yulduzlik, Declan Rice'ga o'xshab, ikkinchisi talantlari yo'q. Shu. Onasini hepsi talanti yo'q. Lekin playstylelari yaxshi. Yenot bilan dальний pas, sopnikka juda zo'r. 3 ta sopnigim bo'ldi endi men. Hamma o'yinchilarim такой защитный. Ну, Chalhanoglu alinaqaroq. Ataka ko'proq ketib qoladi-yu. Buni защитаdan tushirib turamiz. Zo'rmi? Zo'r. Yo'q, bunday qilib qo'ysam ham bo'ladi, o'ynaveradi, farqi yo'q bunga. Bo'ldi akalar. Qanday go'zal bu olam deb baslar. Tak. 3000 ta qoldi. 19000 ta qilib turasiz, men de topmayman, cho'tkolar. Yo'q, ali boya aytganimmi? Shu akalar, sizlarga kim tushdi, nima tushdi yozaverasizlar. Hozir endi bugun trener rejimda bosamiz, qasratib. Trener rejimda taktika akalar o'zgargani yo'q. Ash taktikani qo'llaylar. Chotki taktika yana bir marta ko'rsatib qo'yaman. Mana. 4-3 udержание bilan monga 4 ketadi. Mashinga zo'r tushadi. Bosaverasizlar. Bugun bir 20 ta olsam yaxshi bo'lardi, eshitaman. Qo'yib qo'yaman, o'ynab, o'z-o'zi o'ynaveradi. Shunaqa video 14 minut bo'ldi. O'yinchilarni ko'rsatib qo'yaman. O'yinchilarni emblemaga kiramiz. Emblemani David qildinglarmi? David qilinglar akalar. Emblemani David qilib olish kerak. To'ldirib olinglar, bitta over beradi-da bu ham. Tak. Mana Xabi Alonso keladi mash. Buniki ham yenot bilan anaqa ekan. Pas ekan.
Anaqasi ham 4 yulduzli. Xabi Alonso zo'r kartochka. Sekinroq, lekin zo'r kartochka. Xabi Alonso bor. Yangi chiqadiganlardan. Yana kim bor? No, Charlton уже chiqdi. Nimaga bu yerga qo'shmagan bilmayman. Charlton ham zo'r ekan. Buni pozitsiyasi faqat bitta ela, bitta pozitsiyada o'ynaydi. Alonso ikkita pozitsiyada o'ynaydi. Lekin Charlton menga yoqadi. Ko'pchilik endi kichkina o'yinchilarni yoqtirganlar yo'q. Bu kichkina bo'yli Schuster o'yinchi. Va Maradona. Maradona kelar ekan. 5 ta fintlik, oyog'i 4-5. Ну такой baquvvatgina bo'ladi, to'p olish qiyin. Bu bilan Messidan to'p olish qiyin o'zi. Bu ham yaxshili. U Messi kelar ekan, bu soqqalik adashmasam, lekin juda zo'r. Lekin tushunmayman, dunyodagi eng zo'r driblingli o'yinchilardan bittasi Yulduz Asopriyon, 4 ta yulduzli, 5 ta yulduzli emas. Ahmoqona ish mana shu. Hayron qolaman bularda. Shu. U Viniciusni hamma ko'rdi. Viniciusni ham playstyle'larni jincha qilib qo'ygan. Bunga haligi tez yuguradigan berish kerak edi. Короче, zo'r o'yinchilar ko'p chiqdi akalar. Obzor qilamiz. Ertangi albatta chiqaraman. Balki yana ozgina draft topib chiqararman. Draftda aksiyalar yo'q akalar. Общем aksiya yo'q. Bitta mash chiqibdi. Buni juda umnita bular qaranglar. Birinchisini ochasizlar, keyin ikkinchisi ochiladi. Ikkinchisini 5 marta ochsanglar, yana uchinchisi ochiladi. Ikkinchisi 200 dan bo'lsa kerak yo 300 dan bo'ladi. Lekin uchinchisida yaxshi o'yinchilar bor. Mana Belgiya o'yinchilari, bunisida Angliya o'yinchilari shunaqa. Juda umnita bularchi. Keyin anaqa Звездный abonement o'zgardi. Kimga kerak bo'lsa yozsanglar olib beraman akalar. Звездный obyektda Fernando Torres. Bular borgan sari kichaytiryapti overnichi. Yaqinda 15-over qilib berdi yana. Fernando Torres playstyle'lar tez yuguradigan, такой нормальный. Yangi boshlaganlarga olib o'ynatsa arziydigan kartochka ham bo'lib prokachka bo'lgan. Shunaqa ligamizda nima bo'lyapti? Ular уже o'yinni boshlayapti-yu. Jalba qilishyapti. Odamlar jalba qilyapti. Mayli, hamma yaxshi kayfiyat.